Profterton markazini topishga qiynalyapsizmi? Hozir men sizga eng qisqa yo'lni ko'rsatib o'taman. Qani ketdik. Biz hozir Shahrixon tuman Kurgovoydamiz. Bu tomon Andijon shaharidan kelish yo'li, bu tomon esa Shahrixon shaharidan chiqish yo'li hisoblanadi. Bu tomonimiz esa Chinobod Vahimdan kelish yo'li. Biz hozir Qo'qon Toshkent yo'liga qarab yuramiz. Kurgovoydan o'tganda o'ng tomonimizda Komiljon ota zapravkasi joylashgan. Biz esa u yerdan o'tib, Optim bozorda oldidan tushib, o'ng tomonga qarab harakatlanamiz. Biz hozir bu tarafdan do'konlarda orqasidan tushdik. Agar siz Qo'qon yo'nalishidan keladigan bo'lsangiz, Paxtazavoddan o'tganingizdan keyin mini market keladi. Mini marketning ro'parasida reklamamiz bor. Shu reklamani oldini 400 metr pastga tushiladi. Bu tarafdan 400 metr tushganingizda chap tomoningizda Profterton markazi joylashgan. Manzilni yo'qotib qo'ymaslik uchun videoni saqlab qo'ying va tom yopmoqchi bo'lgan tanishlaringizga yuborib qo'ying.